Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Qadrli do'stlar, aziz uzumshinavandalari, bugun 1-aprel 2026-yil sizlar bilan biz Qo'qondamiz. Mana hovlimdagi uzumlarni oldida. Demak, qadrdon ishqiboz uzumchilarimizdan savollar tushyapti. Mana bugungi holati, demak, uzumlarda novdalari, yangi novdalar chiqdi. Hali kotokiga ozgina bor, bargini ishlatishga. Lekin mana shu pallada biz hozir bu uzumlarimizga kuzdagi ammofoz, chirindi berganimizdan tashqari sug'oryapmiz. Sug'orishdan oldin mana bu yerda demak men sizlarga bir ko'rsatib o'tay, chunki savollar ko'p bo'lyapti. Nima qilaylik, qanaqa normada karbamid yoki ikkinchi nom mochvina. Bitta mana Xitoyda piyolasini bitta mana shu tagiga aytaylik, de sepib tashab. Men endi sepib bo'ldim. Endi sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi? Mana bunday sal yaqinroq qilaydigan bo'lsa, mana donalarini ko'rib turibsizlar, ko'rinyapti. Shuni sepgandan keyin bir grabli bilan yo bir ketmoncha bilan, endi bir shlapatki bilanmi, yer bilan xullas kalam aralashtirib yuborish kerak. Aralashtirgandan keyin mana bunday qilib suvni qo'yib yuborilaveradi. Shu bilan bu sug'orilib, xudo xohlasa, karbamid mochvinamiz yangi hujayralarda o'sishini tezlashtiradi, ko'payishini va o'z-o'zidan uzumlarimiz mana novdalari tezgina kotokiga tayyor bo'ladi. Bu albatta hazil, novdalar uzayib baquvvatlashadi inshaalloh. Sug'orilgan joylari. Ikkinchi yana bitta bu endi noxushroq xabar. Atirgul. Atirgulga demak birinchi bo'lib shira, kamstok qo'nishni boshlaydi. Mana shu yerdan ko'payadi. Agar siz uzumzoringizda mana shu atirgul bo'lib, atirgulda shirani sezsangiz, bu sizga birinchi demak belgi. Yaqinda ishlov bermasangiz, o'z holiga tashab qo'ysangiz, demak uzumlaringizga shira tushish ehtimoli juda yuqori. Bular hozir bu yerda tayyorgarlik ko'ryapti. Shuning uchun hozirda o'zida mana shu atirgullarda shu bugun erta mana sovuqlar kelishiga qadar mos bilan unga nurel qo'shib ishlatsangiz ham bo'ladi yoki alohidadan ishlatsa ham bo'ladi. Normalari endi aptekalardan so'rab olasizlar yoki bo'lmasam o'sha etiketkalarni, birkalarni g'ilofni o'zida bo'ladi. Iltimos, mana shu narsalarga e'tibor beringlar, inshaalloh hosillaring yaxshi bo'lib, mazza qilib, o'zlaring xursand bo'lasizlar, yaqinlaring xursand bo'ladi. Ajratgan vaqtlaring uchun minnatdorman. Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh.